Qozog'iston Respublikasining sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevga atab yozgan she'rim bor. Qizig'i, shu she'rni yozganimdan bir oy o'tib, u kishini ag'darib tashlashdi, lekin baribir u insonni juda hurmat qilaman. Sababi u inson o'z xalqini mardikor qilib qo'ymadi. Tojikistonlik Qobiljonning o'limida natsist Timofeyning qanchalik aybi bo'lsa, Tojikiston mutasaddilarining ham xuddi shuncha aybi bor. Chunki vatanda ish bo'lsa, oyliklari baland bo'lsa, hech kim vatanidan ketmaydi. Bu Markaziy Osiyoni hamma qismiga tegishli aslida. Nursulton: xalqing qishda sovuq qotmaydi, chin tishga qo'yib yotmaydi. Rossiyada qozoq yigitlar 1 rubl deb terga botmaydi. G'uncha kabi qozoq qizlari Dubay yoqda badan sotmaydi. Rahmat senga, qozoq xalqini quldek qilib qo'ymaganingga, sindirgancha elning belini, ko'zlarini o'ymaganingga. Qozoq xalqi senga aytarim, nolimagin hayotingdir zo'r, gar nolisang gazing o'chirib, biz kabi bir tappi yoqib ko'r. Biror qozoq ketmaydi chetga, sog'intirib o'z onasin, yoki borib ishlamaydi hech, tozalab Rusning hojatxonasin. Islom ketdi xalqining boshiga, kullar solib bamisoli it, xalq ham cho'kdi ko'zin yoshiga, endi faqat yangidan umid.